Audi A7 ni 2016-yil 77 000 probeg, 3 litr kompressor motorligi, 333 ot kuchiga. Uni turishini qarang. Rosta gapsam, manevrlarda o'zini ushlash bo'yicha, pavorotlarda tikka turish bo'yicha eng nomerali mashinalardan hisoblanadi Audi'lar. Bilasiz-ku, A7 va spoilerlari ham takoy sport rejimlarida kirib chiqadi. Oppoq rangli, lyuk-puklari bor, 4 davodchi. Rosta gapsam detallarni premiumligini qarang, yog'och detallar, alkantara va o'rtada ham o'rta konsol holatlari, salon holatlari, plasmas tarpetkalar taniq bo'lib turibdi. Probegi ham 77 000 ko'p emas bular uchun. Srochniga 38 000 ga bosib yorsiz bo'ladi. Uni turuvini qarang. Mana shu kriloda kapot tushi burchakda petno bo'lgan, perexod bo'lgan, mana shunaqa deyishdi. Lekin holati vo'sh zo'r. Probegi ham 77 000 bular uchun hech qancha emas. Bosib yoring.